Alaykum qizlar. Yangi katalog boshlanishi bilan hammalaringni tabriklayman. Bizda 2026-yilda birinchi katalogi boshlandi. Bugun 5-yanvardan 25-yanvargacha davom etadi. 21 kun. Biz 18-19 katalogda kuponlar to'plaganmiz. Mana shu kuponlarda действующий katalogda skidka bilan tovar olishga ishlatamiz. Buni qanday topasiz? Birinchi qiladigan ishingiz lичный kabinetingizga login parol bilan kirganingizdan keyin korзинаga tushasiz. Korзинangiz pastda. Korзинani bosganingizdan keyin qizlar выбор акций degan joyga o'tasiz. Atak produksiyalarni bu yerdan qo'shsangiz bo'ladi. Kuponni qayerdan ko'rishni ko'rsatyapman. Demak, выбрать акции degan joyga kirib turib, mana shu yerda уже sizda kuponni karты deb turadi. Kuponni kartini bosganingizda не забудьте использовать зимние скидки deyapti. Выбрано товаров 0-4 deyapti. Demak, 4 ta kuponi bor-da bu yerda. To'langan zakazlarda kuponni ko'rsatadi. To'lanmagan bo'lsa ko'rsatmaydi. Mana shu yerdan kompaniya o'zi hamma produksiyani bitta spiskaga tiqyapti, hamma seriyani. Уходовый seriya, biodobavkalar ham, dekorativni, parfyumlarni ham hammasini shu yerdan topsangiz bo'ladi. Qaysisi kerak bo'lsa выбрать qilib, mana shu yerda количествосini ko'paytirsangiz bo'ladi. Nechta olgingiz kelsa, mana shunday qilib tanlab turib, 4 tagacha tanlasa bo'ladi. Keyin применить degan qizil knopkani bosganda korзинаga tushadi. Ana shundan keyin продолжить qilib cenalarni ko'rib zakazda оформить qilsangiz bo'ladi qizlar.